Assalomu alaykum, turishingiz nechi pul? Alaykum, yaxshimiz. Qanaqa turishim? Lukingiz turishingiz. Yo'q, katta odamlardan intervyu oling. Mana nima qilasiz intervyu oling? Mayli, siz ham balki katta odamdirsiz. Yo'q, hep oddiy odam. Qochib ketib, taqda. Turishingiz deganda lukingizni nazarda tutyapman. Kiyimingizni qizuvda patichiklarimga. Mayli, ayta qoling. Mana shu ko'ylagingizdan. Max Mara brendi ekan. Unaqa nima emas, qimmatga olmaganman. 8 9 mingga olganman. So'mda. Hop, oyoq kiyimingizchi? Oyoq kiyimim 1 million 100 ming edi. Buni ham 900 mingga olganman. 900 mingga. Lekin atris zo'r ekan. Hada nima atir? Simfoniyami? Mana bu tillalaringizchi? 2 mingdan balandroq. Manbilachi? Buni komplekt olganman. Komplekt. Hozir esimda yo'q. Aytmay qo'ya qoling narxlarini. Bo'pti, mana bu nima bu? Bu nechi pul mana bu narsa? Kim urishasiz? Kim urishasiz? Shogirdlarimda. Zarina Yo'ldoshevaga o'xshar ekansiz, a? Rahmat. Mashinangiz nechi pul mana mashinangiz? Endi O'zingizmi? o'zimniki. Nima ish qilasiz bo'pti? Kosmetologman. Kosmetologsiz, a? Zo'r. Shogirdlarim urishga siz ham urishaman hozir. Mana nima urishasiz? Mana urishmay, qochib ketmang. O'rtoqlar, ko'rib turganingizda deyra, suv yaldilar aytishga. Men buningizni berib turing. Keling. Hammani urishar ekanlar mana shular bilan. Общий. Turishlari nechi pul bo'ldi bu opamiz ham? O'zingizlar hisoblaylar. Podpiska bosishni unutmanglar. Rahmat sizga. Rahmat. Buni bering.